Raqamli texnologiyalar vazirligida korrupsiyaning oldini olish, shaffoflikni ta'minlash va xizmat intizomini kuchaytirish mavzusida keng qamrovli tadbir o'tkazildi. Tadbir avvalida davlat madhiyasi tantanali ijro etildi. Shundan so'ng Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov hamda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori o'rinbosari Umid Mavlyanov mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish, raqamlashtirish orqali shaffoflikni ta'minlash va yangi islohotlar haqida fikrlari bilan o'rtoqlashdilar. Tadbirdan ko'zlangan maqsad korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan butun amalga oshirayotgan islohotlar va bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashda davlatning asosiy siyosiy yo'nalishi qanday omillar bilan, qanday yangi choralar, qanday yangi dasturlar bilan biz mana shu yangi O'zbekistonda butun xalqimiz oldida jamiyatimizni korrupsiyasiz bir ma'rifatli jamiyatga aylantirish masalalari tahlil qilindi desa mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir ma'ruzachi, har bir o'zini chiqishida va eng quvonarlisi mana bugungi kunda xalqaro sertifikatlar bilan tashkilotlarga bugungi kunda sertifikatlar berildi. Nima uchun deganda, bilamizki, har yili korrupsiyaga qarshi kurash munosabati bilan reyting o'tkaziladi. Tashkilotlar orasida qanday darajada, ya'ni o'rta, qoniqarli yoki bo'lmasam yuqori darajada, mana eng quvonarlisi bugun mana shu vazirlikda o'tkazilayotgan tadbirda qarangki, 91 ball bilan eng yuqori darajaga chiqqan, ya'ni vazirliklar o'rtasida 2-o'ringa chiqqanini o'zi ham bu katta natija. Korrupsiyaga qarshi kurashish barchamizni fuqarolik pozitsiyamizga aylanishi kerak. Chunki har bir inson jamiyatda foydalanayotgan xizmati uchun raqamlashtirish, mana sun'iy intellekt kirib kelib, ulardan foydalanishimiz mumkin. Lekin o'zaro fuqaroviy munosabatda ham bir-birimizdan hech qachon sovg'a salomga, tanish bilishga, mahalliychilik, urug' aymoqchilikka yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q. Chunki buni keyingi avlod, o'sib kelayotgan yosh avlod bizni kechirmaydi. Shunday ekan, korrupsiyasiz jamiyat uchun kurashish hammamizni ham qarzimiz, ham farzimizdir. Tadbir davomida raqamli hukumatning korrupsiyaga qarshi kurashishdagi muhim o'rni alohida qayd etildi. Xususan, MyGov.uz portali, OneID, yagona identifikatsiya tizimi, Ijro.uz, elektron hukumat doirasidagi ijro intizomi tizimi kabi raqamli yechimlar bugun byurokratiyaga chek qo'yib, qog'ozbozlikni deyarli yo'qotayotgani va xizmat ko'rsatishda inson omili qisqarayotgani e'tirof etildi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida raqamlashtirishning asosiy sabablaridan biri bo'lgan inson omilini kamaytirishda va korrupsiyani oldini olishda bo'lgan jarayonlarni taqdirlanishi biz kabi korrupsiyani oldini olish ichki nazorat tuzilma xodimlariga ham ulkan mas'uliyat yuklaydi. Bu borada ham jahon standartlarini joriy etish, standartlar bo'yicha olib borilayotgan ishlarimiz ham tahsinga sazovor bilan e'tirof etildi. Shuningdek, tadbir davomida respublika harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limlari o'rtasidagi bellashuvda faxrli o'rinni qo'lga kiritgan xodimlar hamda raqamlashtirish yo'nalishida korrupsiyaga qarshi kurashishdagi faol ishtirok etgan bir guruh mutaxassislar munosib taqdirlandi. Bir nechta tashkilotga ISO sertifikatlari topshirildi. Mazkur hujjat tashkilotning korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi xalqaro standartlarga to'liq mos kelishini va shaffoflik bo'yicha eng yuqori talablarni bajarganini anglatadi. Bu yutuq nafaqat mahalliy, balki xalqaro hamjamiyat oldida ham ishonchni mustahkamlaydi.